Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Dunyoning har qaysi joylaridagi aziz Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarim. Bugun vatanimiz Sharqiy Turkistondagi vaziyat, Xitoy tajovuzchilarining zulm va qirg'inchiligi, qotillik jinoyatlari kundan kunga avjiga chiqyotidi. Xitoy tajovuzchilari Sharqiy Turkiston yoshlari ichidan, bo'libmi erkaklardan qalbida azroqli adolat tuyg'usi bo'lgan, azroqli millatini so'ygan barliq xalqimizni turmalarga sulab uçuk aşkara qiyin qistoqqa ilib, majburiy amgak silib, qirib tashlayotdi. Pak, ippatlik muslima ayollarimizni majburiy holatda Xitoy tajovuzchilariga o'ylantirish orqali, shu muslima och singillarimizga cho'ng tahdidlarni selish orqali, urug' tuqqanlarini, ota-onalarini tutqun qilish orqali, u Sharqiy Turkistonning pak qizlarini mal'un, nejis, pastkash Xitoy tajovuzchilarining tapini ostida iffatlari bulg'anmoqda. Bo'layotgan bu vaqaliklar yetmagandek, hozir butun umumyuzlik Sharqiy Turkiston xalqini virus bahonasi bilan o'ylariga sulab, ularni ash qo'ymoqda. Hatto ularga nima ekanligi aniq bo'lmagan qalaymaqon dorilarni yegizish orqali ularni turli kasallarga mubtalo qilmoqda va har xil usullar bilan qirg'inchilik olib bormoqda. Xitoy tajovuzchilarining iflosligi, maynatligi, ularning vahshiyligi va zolimligi tufaylidan yer yuziga mubtalo bo'lgan virus sababli Sharqiy Turkistondagi xalqimiz necha yildan beri o'zlari yillab ajr singdirgan, jafo chekkan, ter to'kkan itizliklardagi meva-chevalar, ochliqlar yig'ib oladigan odam yo'q, pishqan yerda sesib tugamoqda. Bu orqali Xitoy tajovuzchilari Sharqiy Turkiston xalqini ruhiy jihatdan, psixik jihatdan tugashtirish bilan birga xalqimizning iqtisodiy ahvolini butunlay vayron qilishga tirishmoqda. Biz chet eldagi Sharqiy Turkistonliklar bo'lsa, bo'layotgan vaqaliklarni ko'rgandan keyin Xitoy tajovuzchilarining bu qilmishlariga qarta faqat ko'z yoshlarimizni to'kish bilan o'tib ketib boramiz. Yuzlashyapmiz va shuni qarta yashayapmiz. Men bugun bu yerda o'z irodasini, o'z g'oyasini yo'qotib qo'ymagan, o'z ruhiyatini sog'lom holatda saqlab qolishga tirishayotgan, Xitoy tajovuzchilaridan qisos ilishga, vatanimiz Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun kurash qilishga bel bog'lagan barliq Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarimga shuni tavsiya qilmoqchi. Bugun chet eldagi barliq Sharqiy Turkistonliklarning Xitoy tajovuzchilariga qarshi birdan-bir kurash qila oladigan, robro tikma-tik tura oladigan yeri xalqaralashgan ijtimoiy taratqular, ya'ni sotsial media. Har bir insonning qo'lida birdan har xil ijtimoiy taratqular bor, sotsial medialar bor. Qo'lida sotsial media bo'lgan va uni loyiqida ishlatilgan kishida yetarli kuch bor. Xalqarada qaraydigan bo'lsak, Ukrainada bo'layotgan urushlarga, u yerdagi urushni kommunizmga qarshi urush, hurlik uchun urush, tajovuzchilikka qarshi urush nomida har xil xabarlarni, axborotlarni taqtish orqali xalqaradan, hatto Afrika davlatlaridan, Suriyadan va boshqa nurg'ulg'an davlatlardan fidoyi askarlarni talab qilib, necha minglagan insonlarni o'ziga jalb qilib, Rossiyaga qarshi urush qilmoqda. Amerikada yuz bergan vaqalikka qaraydigan bo'lsak, saylan mezgilida Trumpning sotsial medialarini, ya'ni ijtimoiy taratqularni Twitter'ini taqash orqali Trumpning sotsial mediada, ya'ni ijtimoiy taratqularda o'zining davomli davlatni boshqarib tura oladiganligi va saylovda o'tgandan keyin xalqiga qanday xizmatlarni qila oladiganligi to'g'riliq Eron tashviqotlarini yetarli beramaganligi tufaylidan Biden tarafdorlarga uqtirib qo'ydi. Misollarni keltiradigan bo'lsak, yer yuzida nurg'unlagan misollar bor. Buning eng unumli tipik misollaridan biri bo'lsa, dunyoning eng boylaridan bo'lgan bir tijoratchining Twitter'ni necha 10 milliard dollar pul xarjlab setib olishi. Twitter'ni setib olgan shu pulga bir davlatdagi eng chong shirkatdan nechini va eng chong banklardan nechini setib olgan bo'ladi ekan. Bu orqali biz ijtimoiy taratqularning qanchalik kuchga ega ekanligini bila olamiz. Uningdan boshqa Xitoy tajovuzchilari qaraydigan bo'lsak, ijtimoiy taratqularda har xil xabarlarni yeyish orqali har kuni necha minglagan Xitoylar maxsus Sharqiy Turkistonni tunishtirib, atalmish Xinjiang hech qanday zulm yo'q. Bu yerdagi xalq nihoyat xushal-xuram ittifoq yashayotdi. Adillik bilan yashayotdi deganga o'xshash safsatlarni uydirib tarqatmoqda. Xitoy hukumatı o'zi bir qo'lliq dunyoning har qaysi joylaridan setilgan muxbirlarni chaqirib kelib, Sharqiy Turkistonda o'zlari tayyorlab qo'ygan ssenariyni berish orqali Uyg'urlarning xotirjam, xushal-xuram yashayotganligini butun dunyoga tashviqot qilmoqda. Xitoyning bu qilmishi orqali Xitoyning ijtimoiy taratqulardan, sotsial mediadan qanchalik ansiraydiganligi, qanchalik ahamiyat beradiganligini ko'ra olamiz. Yana uningdan boshqa mening YouTube'da, Facebook'da va menga o'xshash nechilagan kishilarning Xitoyga qarshi elib berilayotgan sotsial hisoblarida
Xitoy tajovuzchilarining atalmış tor saqchilari tarafidan to'xtamasdan shikoyat qilinib, davomli turda taqilib qilish, ogohlantirilish va tarqatilgan materiallarimizning eng tuvanga tarqatilmasdan cheklanib qo'yish vaqaliklari nihoyat ko'p uchraydi. Buningdanmi Xitoy tajovuzchilarining biz Sharqiy Turkistonliklarning Xitoyning amaliy jinoiy qilmishlarini oshkorlashimizni qanchalik qo'qidiganligini ko'ra olamiz. Bugun biz Sharqiy Turkistonliklarga berilgan ne'mat, biz Sharqiy Turkistonliklarga berilgan imkoniyat faqat tor yuzida Xitoy tajovuzchilariga qarshi o'zimizning maydonini ifodalash, Xitoy tajovuzchilarining jinoyatlarini, vahshiyligini ve saxtipazligini oshkorlash. Bugun bizning sharoitimiz buningga yor berdi. Undaqda Xitoy tajovuzchilari bilan tikmetik urushni orzu qilayotgan, Xitoydan qisoslashni o'ylayotgan, chet elda yashayotgan necha yuz minglagan Sharqiy Turkistonliklar ichida Xitoy tajovuzchilarining o'z shaxsiyatiga ilib borgan, o'zining beshidan kechirgan Xitoyning qiyin qistoqlari, Xitoyning jinoiy qilmishlari, Xitoyning xorlashiga uchraganliklarini qanchalik kishi e'lon qilyapti. Sharqiy Turkistonda urug' tuqqanlari, ota-onasi uchrayotgan naq bugungi vaziyatni qanchilgan kishi sotsial mediaga, ijtimoiy taratqularga yeyish orqali Xitoyning tijoriy munosabatlarini, diplomatik munosabatlarini, davlatlar aro o'rtasidagi munosabatlarni cheklash va Xitoy tajovuzchilarining bu qilmishlarini azroq bo'lsin paslatish uchun qanchalik kishi o'tirg'i chiqyapti. Agar chet elda yashayotgan Sharqiy Turkistonliklar, bo'libmi Uyg'urlar, necha yuz minglagan Uyg'urlar ichidan necha 10 ming dona Uyg'ur Xitoy tajovuzchilarining abtibashligini ichishga tirishilgan bo'lsa, ijtimoiy taratqularni, sotsial mediani yaxshi ishiltirgan bo'lsa, Xitoy tajovuzchilari Sharqiy Turkistondagi zulmini to'xtatishga cho'qim majbur qiladi. Chunki Xitoy tajovuzchilarining zulmini boshdan kechirgan bir necha kishi imkoniyatining yor berishicha to'xtamasdan Xitoy tajovuzchilarining zulmini oshkorlash orqali neçiligen Xitoyning boshqa davlatlar bilan bo'lgan, Amerika bilan bo'lgan tijoratni to'sqinlikka uchratishga sabab bo'ldi. Neçiligen davlatlarning Xitoy tajovuzchilarining Sharqiy Turkistonda ilib berayotgan butunlay qirib tashlash siyosatini e'tirof qilishga, Uyg'urlar haqida neçiligen qonunlarni chiqarishga va butun dunyoga Uyg'urlarni tunishtirib, Xitoyning rezil qilmishlarini oshkorlash va yer yuzidagi Xitoylarga qiziqayotgan, Xitoyga sayohat berishga qiziqayotgan va Xitoy bilan tijorat qilishga qiziqayotgan neçiligen kishilarning Xitoydan so'yib ketishiga, Xitoydan nafratlanishga, Xitoy bilan bo'lgan munosabatini o'zishga sababchi bo'lyapti. Agar shu sanoqli neçiligen qarindoshlarimizning o'rniga necha yuzlagan, necha minglagan qarindoshlarimiz o'tirg'i chiqqan bo'lsa, balkim vaziyat buningdan farqli bo'lgan bo'lishi mumkin edi. Biz bu ijtimoiy taratquni, sotsial mediani tarixdagi biz payg'ambarlarning, ya'ni Musa alayhissalomning vaqaligiga bog'lab tushunib boqaylik. Musa alayhissalomning yurtini Fir'avn ishg'ol qilgan edi. Musa alayhissalomning xalqini Fir'avn qo'l qo'yib ishlatgan edi. Qirg'in qilgan edi. İffetlerge tajavuz qilgan edi. Mal mulklarini musodara qilgan edi. Bir kuni Fir'avn tushida Bani İsrail orasidan bir o'tdan chiqib, o'z taxtini ko'ydirib kul qilib o'tganligini, Fir'avnning qavmining o'ylarini ko'ydirib o'tganligini, ammo Bani İsrailni ko'ydirmaganligini ko'rdi va bu tushning ma'nosini yeyish orqali o'ziga bir ziyon kelib qilishning oldini olish uchun butun yurtlarga, kishilar orasiga bu tushning ma'nosini yeyish uchun xabar soldi. Eng dongliq munajjimlar yig'ildi va bu tushning ta'birini Bani İsrail tarafidan bir kishining tug'ildiganligini va Fir'avnning taxtini o'rib tashlab hükümranlığını ahırlaştırdıqanlığını etti. Fir'avn bununğa qarta şundaq tədbir aldı. Bani İsrail arasından, yani bir milletten tug'ilgan barliq erkek buvoqlarni o'ltirish, homildor ayollarni urush, dasslash, qiyin qistaqqa elish orqali shu buvoqning tug'ilishini cheklab qilish uchun tirishdi. Yani bugun Sharqiy Turkistonda Xitoy tajovuzchilari atalmış planliq tug'ut bahonasi bilan Sharqiy Turkistonliklarning farzandlarining ko'payishini cheklab, Sharqiy Turkistondagi xalqimizning farzandlarini haqsizlarcha o'ldirganga o'xshash Fir'avnmi shu zamonlarda o'ldirgan edi. Lekin Allohning irodasini hech kim to'sib qola olmaydi. Allohning buyrug'ini hamon ishga oshirdi. Fir'avnning taxtini o'rib tashlaydigan buvoq, ya'ni Musa alayhissalom tug'ildi. Musa alayhissalom tug'ilgandan keyin Musa alayhissalomning onasi Fir'avn tarafidan bu Musa alayhissalomning, ya'ni shu buvoqning o'ltirilishidan ansirab, uni daryoga yiqitib o'tdi. Bu buvoqni Fir'avnning ayoli daryodan suzib oldi va beqib cho'nqildi. Bu vaqtlarda podshohlar, zolimlar, Fir'avnlar o'z sehrgarlari orqali butun xalqlarni aldab, o'ziga ishontirib, o'zining qilgan vahshiylarcha xato qilmishlarini shu sehrgarlar orqali to'g'ri ko'rsatib, xalqni qoyil qilib, o'z maqsadlariga yetdi. Bugun bo'lsa xalqarada zolimlar, bugunning Fir'avnlari sotsial media orqali, ijtimoiy taratqular orqali, turli qiziqarlik har xil shakldagi kino, filmlar orqali, xabarlar orqali, donliq shaxslarning og'zidan chiqqan gap so'zlar orqali, ularning kiyinishlari orqali,
ularning yashash shakli orqali butun dunyodagi insonlarning psixologiyasini, ruhiy holatini, hayot tushanchisini kontrol qilmoqda. Zolimlar o'zining qilmishlarini to'g'ri qilib ko'rsatmoqda. Hatto Allohga ishongan mu'min kishilarmi o'zi xolab xolamasdan har xil kino filmlarga berilib ketish orqali shu kinolarda, filmlarda chiqayotgan kiyim-kechaklarni ko'rish orqali uni moda deb qabul qilmoqda. Shu kino filmlarda chiqayotgan o'yin tomosha, har xil hayosizliklarni bu ko'ngil etishning bir parchasi deb qaramoqda. Hatto bu ishlarga havas qilishga boshlamoqda. Bu orqali nurg'unlagan yo'lsizliklar, haqsizliklar, islom dinimizda harom qilgan ishlarga berilib ketishga yo'l ochmoqda. Yana nurg'unlagan xalqarada tunilgan dangli xabarlarda amaliy bo'layotgan voqealiklarni tam aksi shaklda tushuntirish orqali bizni bularga ishontirmoqda. Xuddi ularning hissiyotlik, ta'sirlik tushuntirishlari orqali biz buni ko'rgandan keyin biz o'z hissiyotimizni, o'z tushunchimizni, o'z aqliy iqtidorimizni ularning kontrol qilishiga tashlab beryapmiz. Nimaning to'g'ri, nimaning xato, nimaning haq, nimaning botil, nimaning go'zal, nimaning qaloqliq ekanligini biz shu xalqarodagi kino, filmlar, dangli xabarlardan o'rganyapmiz. Hatto o'zimizning islomiy kiyimlaridan, milliy kiyimlaridan voz kechib, shu kino filmlarda chiqayotgan kostyum, burulkalarni moda, sifat deb qarayapmiz. Bularni misol keltirsak, buningga o'xshaydigan nurg'unlagan misollar bor. Biz bo'layotgan bu voqealiklarni Musa alayhissalomning voqealigiga qanday bog'laymiz? Qanday solishtiramiz? Musa alayhissalomga payg'ambarlik kelgandan keyin Fir'avnga Allohga ishonish kerakligini, Allohning birdan-bir iloh ekanligini, Allohdan boshqa hech iloh yo'q ekanligini, Fir'avnning qilayotgan xato, zulm, jinoyatlarini to'xtatish kerakligini, bo'lmasa oxiratda mangu jahannamda qoldiganligini aytadi. Albatta Fir'avn o'z nafsiga aldanib, o'z imkoniyatlaridan ayrilib qilishdan ansirab, o'z qurolini ishga soladi. Ya'ni xalqlarni aldab kelayotgan sehrgarlarni yig'ib kelish orqali Fir'avn o'zining iloh ekanligini isbotlamoqchi bo'ldi. Sehrgarlar o'zining qurollarini, qo'lidagi to'qmoqlarni, hasillarni, og'amchilarni tashlash orqali bularni xuddi insonlarning ko'ziga harakat qilayotgan turli yilonlarga, turli jonliqlarga o'xshash shaklda ko'rsatdi. Bu vaqtlarda sehrgarlik eng yuqori pallaga chiqqan zamonlar edi. Musa alayhissalom shu zolimning quroli orqali o'zining quroli orqali o'zini boplamoqchi bo'ldi va Allohning buyrug'i bilan o'zining qo'lidagi hasini tashlaydi. Musa alayhissalomning hasi haqiqatan nihoyat cho'ng bir yilonga o'zgaraydi va boshqa sehrgarlarning barliq yilonga o'xshash ko'rinayotgan og'amchilarini, hosillarini, boshqa to'qmoqlarning hammani yeb o'tadi. Sehrgarlar darhol buning bir sehr emasligini, buning haqiqatan bir mo'jiza ekanligini ko'rib yetdi va Allohga iymon etdi. Darhol sajda qildi. Buni ko'rgan Fir'avn g'azablanishga boshlaydi. Sizlar mendan ijozat olmay turib, mendan so'ramay turib Musoga ishondinglarmi? Men sizlarni qattiq jazolayman, qiyin qistabga olaman, sizlarni o'ltirib tashlayman deb tahdid soladi. Sehrgarlar, ey jahil, sen bo'layotgan bu mo'jizani ko'rmadingmi? Balki sen bu dunyoda bizni qiyin qistabga olishing mumkin, bizni o'ltira olishing mumkin. Bu 1 yil yoki 2 yil vaqt elishi mumkin. Ammo bu vaqtlik. Biz mangulik jannatga erishish uchun, Allohning mangulik azobidan qutulish uchun sening qiyin qistablaringga, sening bizni o'ltirishingga biz rozi. Nima bo'lsa bo'lsin, biz Allohga ishonamiz, Allohga iymon etamiz dedi. Buni ko'rgan nurg'unlagan xalqlar Musa alayhissalomning etqanlarga ishonadi. Chunki Musa alayhissalom shu zolimlarning quroli orqali, o'zining yillardan beri ishlatib kelayotgan quroli orqali shu zolimlarni yengan edi. Musa alayhissalomning hassining yilonga aylanishi insonlarga, Fir'avnga yoki boshqa xalqlarga hech qanday ziyon olib kelmaydi. Foyda olib kelmaydi. U faqat insonlarning ruhiyatini, tushanchisini, ko'z qarashini o'zgartirishga ta'sir qiladi. Undan boshqa hech qanday bir alohidlik yo'q edi. Bugun bo'lsa xalqarada nurg'unlagan davlatlar, nurg'unlagan cho'ng kuchlar shu sosyal media orqali, ijtimoiy taratquv orqali insonlarning psixikasini, ruhiy holatini, tushanchisini kontrol qilmoqda. Undan boshqa nurg'unlagan payg'ambarlarning hikoyalariga qaraydigan bo'lsak, voqealiklarga qaraydigan bo'lsak, hamma payg'ambarlar o'xshashla shu xalqlarning psixikasini, ruhiy holatini, tushanchisini, ko'z qarashini o'zgartirish uchun, Allohga ishonishga qoyil qilish uchun nurg'unlagan mo'jizalarni ko'rsatgan edi. Bizmo Musa alayhissalom o'z hassisi orqali insonlarning ko'z qarashini o'zgartganga o'xshash, bizmo o'zimizning qo'lidagi hassimiz orqali sosyal media, ijtimoiy taratquv orqali insonlarning, tijoratchilarning, davlat rahbarlarining, hatto Xitoy xalqining ko'z qarashini, psixikasini, tushanchisini o'zgartirishga harakat qilishimiz kerak. Haqni, to'g'rini ularning ko'ziga ko'rsatishimiz kerak. Bu orqali Xitoy tajovuzchilarining hili mekirlarini, qilayotganlarini va qilmoqchi bo'lganlarini to'solg'a o'chirtishimiz kerak. Yer yuzida Xitoy tajovuzchilarining abdibashirasini ichib, ularning necha yillardan beri tikilgan yuz obro'yini yer bilan yakson qilishimiz kerak. Biz o'zimizga berilgan imkoniyatlardan to'liq foydalangandan keyin Alloh subhanahu va taolo albatta bizga texnik yaxshi imkoniyatlarni beradi.